TTG balandmi? Xavotirlanishga asos bor. Agar TTG darajangiz 1,5-2 dan oshgan bo'lsa, garchi laboratoriya normasi 0,5 dan 4 ichida bo'lsa ham, bu organizmingizda yod yetishmayotganidan ilk belgidir. Agar bu ko'rsatkich 7 yoki 10 undan yuqori bo'lsa, bu aniq gipotireoz. Bunday holatda sizni nimalar qiynaydi? Doimiy holsizlik va uyquchanlik, soch to'kilishi va teri quruqlashishi, past immunitet va hazm qilish muammolari. Nima qilish kerak? Organizmni yod bilan to'yintirish zarur. Eng samarali shakl bu kovalent bog'langan yod. Yod plus tirazin aminokislotasi. Bu tayyor formula bo'lib, jigar va ichaklarda qayta ishlashiga kuch sarflamay, to'g'ridan-to'g'ri qalqonsimon bezga boradi. Agar oshqozon ichak tizimida muammo bo'lsa, hatto eng yaxshi organik yod ham so'rilmasligi mumkin. Shuning uchun avval hazm tizimiga e'tibor bering. Salomatligingizga befarq bo'lmang. TTGni tekshiring va to'g'ri formuladagi yodni tanlang. Sizda TTG necha chiqqan? To'liq ma'lumotni Telegram kanalimdan olishingiz mumkin.